yog'i hidi kiradi. Ichida bo'lmayapti. Kirni zalga osib qo'yaman. Buni kiysammikan, bunisini? Hammasi tutun sasib yotibdi. Mehmonga kiyib borishga kiyimni o'zi yo'q. Toshkent shahri Yashnobod tumani Do'stobod mahallasi hududida istiqomat qiluvchi fuqarolar qo'shnisining xonadonidan chiqayotgan zararli tutundan ozor chekkani uchun millarga murojaat qildi. Uyda hidi bor. Shunaqangi ovqatni hidi kiradi, o'tinni hidi kiradi, yog'i hidi kiradi. Ichida bo'lmayapti. Kirni zalga osib qo'yaman. Kim uyda shunaqa turadi? Mehmon kelsa 1 soat eshikda turadi. Men kirlarni yig'ib olishim kerak. Bu kim kelib qolsa, qora tutun, har xil kraskalangan anaqalar yoqiladi. Nima deydi? O'tin bo'lmaydi-da, hidi shunaqangi zahar, shunaqangi chida bo'lmaydigan darajada, to'g'risi. Bu 3 mahal qilinadi ovqat deyishadi, lekin 4-5 mahal ham bezovta qiladi bu tutun. Qachondan beri shu ahvol? Bu yil уже 2-yil. Men ularga hech narsa qarshiligim yo'q. Gaz bilan ishlasa bo'ldi, gaz qilsa bo'ldi. Ovqatini qilaversin. Bakalashkalarni hidi keladi, yelimlarni, tiqvoraveradi hamma narsani. Qorayib ketgan devorlarni kirsangiz, meni sog'lig'imga to'g'ri kelmayapti. Bu yerda nechta qo'shni xuddi mana shu tutundan aziyat chekishyapti? 3-4 ta qo'shni, yaqin mana 3-4 marta kanalizatsiya tiqildi. Mani uyimdan devor bitta, mani uyimga keladi-yu, hojatxona teng bo'lib, hojatxona. Uyim cho'kyapti, zax bo'lib ketyapti. 2-3 gacha bolalar mana bitta muziga qo'yib vang'illab uyqu bermaydi. Ustalarga 3 mahal ovqat yetkazib berish xizmati nomidan ham ma'lum, demak bu yerda ustalar uchun ovqat qilinadigan joy va adashmasam bu yuk avtomobili ham aynan o'sha ovqatlarni tashish uchun kelgan bo'lsa kerak. Bir kunda 2 mahal qaynaydi. Men shepori bo'laman. Abidga chiqadi, quyuq ovqat, kechqurungi o'shin chiqadi. 3:30 mana 4 bo'lyapti, o'sha ovqatlarimiz chiqib ketadi hammasi. 5 ta tugaydi. Pashta 2 yil, 3 yildan beri ishlayman. Nechta qozonda ovqat pishadi? 2 ta, 3 ta qozonda ovqat pishadi. Qo'shnilardan shikoyat tushganmi? O'zingizga hech murojaat qilishganmi? Nechta joyga yozyaptilar, to'g'risini aytaman. Nechta joylarga yozyapti, hammasi kelyapti. Ishtiroklarni ham to'layapti boshlig'im. Xo'sh, mazkur muammodan rasmiylarning xabari bormi? Ushbu masalani ijobiy hal etishning yo'li bormi? Biz rasmiylarga yuzlanamiz. Ushbu holat mutaxassislar tomonidan va mahalla tomonidan o'rganib chiqildi. Hozirgi kunda mavjud bo'lgan ayrim kamchiliklar tadbirkor tomonidan tez kunda bartaraf etiladi. Doimidek millar ushbu holatni ham o'z nazoratiga oladi va muammo ijobiy hal etilmagunga qadar biz mavzuga takror qaytaveramiz.